Ko'ramiz bugun radarimizga kimlar tushgan ekan. Erimni hamma narsasini bersam ham, o'lsam o'laman, 3 ta joyni bermayman. Xayolini, yuragini, eng keragini. Qolgan joyi jalqamas. Mana borda mana. Qizlar, faqat gapirsanglar vazifalarini gapirsizlar. Bugundan 2024-yil 20-yanvardan boshlab hamma TikTok'lar nalog to'laydi. Men rahimman, menga nalog to'laysiz. Sizlarga shu buyruq. Basharanga tupurib yuborardim, hamma qarab turibdi-da. Seni yaxshi ko'raman. Kimga berib qo'ygim kelmaydi. O'shaning uchun shu ishlarni qildim. Nima qilay men ayt, nima qilay? Jonimga tegib ketdi hammasi. Shu hayotda men yaxshi yashayman. Bugungi rolik homiysi Adinxbet kompaniyasi. Ushbu kompaniyadan ro'yxatdan o'tib, o'z omadingizni sinab ko'ring. Sayt manzili kommentariyada. Yaxshi, sog'liq yaxshimi aka? Yaxshi, rahmat. Oilada nechta farzandlar aka? 4 ta. Qiz yo'qmi? Bor. Katta akam qiz. Я прав, но он несчастный разбудит меня, о нем может дать попитаться, может поделиться сном. Every day перетяги, когда музыка на ну и не всякий, да музыка одну. Перебереги моя любовь, перебереги моя душа, ми пристай любовь писал, хочу любоваться не спеша, только ты и я, позабили все круги, только ты и я. Bu 05'ga olamiz. Mana. Og'zing gaptir. Qani? Og'zing gaptir. Og'zing gaptir. Bor tezda. Og'zing gaptir. Bor. Lekin shafini qildirma. Davay. Shaf tushuntir. Ha, tushuntiraman. Sen og'zing gaptir, tushuntiraman. Davay. Esta kulağına mı dövüşler? Kolina mı dövüşler bu? Mı dövüşler? Gördün mü? Ancarıyla ağzında tıkatır, ağzında Ko'ramiz bugun radarimizga kimlar tushgan ekan. The one, the only, the notorious Conor McGregor! Show business. Hamdamga tegurmanglar, iltimos, nima qilasizlar? Shu bittasi ko'tarildi, o'zini bir yo'nalishi bor. Bu saviya deysizlarmi? Bir qiziqchilar ham gapirdi, bir kitob o'qimaydi deb. O'qiydi, she'r ham yozadi. Gap bu himoyasida emas. Zo'r ko'tarildi. Bu bola qachon bizda bunaqa prosmotrli bo'lgan? Qo'ysanglarchi, bu bola ashula etmasdan oldin ham bo'lgan-ku saviyasiz ashulachilar u saviyasiz ashulalar. Tegurmanglar Hamdamga. Zo'r ijod qilyapti. Yaxshi ketyapti. Bu degani u buzayotgani yo'q. Ungacha уже buzilib bo'ladi. Qo'ysanglar. Do'stlar, bugungi roligimiz homiysi Adinxbet kompaniyasi. Kommentariyadagi ssilka orqali ro'yxatdan o'ting. Promokod joyiga O'zbekiston TV'ni kiriting va bot emasligingizni isbotlash uchun hisobingizni istalgan summaga to'ldirsangiz, sizga 100% 24 ming rubl bonus beriladi. O'sha summani bizning Telegram kanalida 10 barobargacha ko'paytirsangiz bo'ladi. Keçagina akşamları aynını saçar idi. Sen bu tamam, men bu tamam, manus bakar idi. Yanginanga barar bolsam, o qarashlar yo'q endi. Endi yo'ga begonamiz, endi yo begonamiz.
Ayol degan mavjudotga hattoki ertaklarda ham, hattoki malikalarga ham qiyin bo'lganda ertaklarda o'rtoqlar. Oddiy misol. Opoy chiroyli bo'lgani uchun o'gay onasi uni zaharlab qo'yadi. Keyin bechoraginam yashash uchun kurashib, 7 ta gnom bilan bitta uyda yashashga majbur bo'ladi. Rapunzel yalmog'iz o'g'irlab ketadi uni, bitta xonaga qamab qo'yadi. Bechora Rapunzel irsirab ketadi katta bo'lib. Kimga uni ko'rsatmaydi. Bella maxluq erini qasrda odam qilaman deb necha marta o'lib tiriladi. Yana bitta malika bor. Otini bilmayman, eslolmayman hozir. Shahzodasiga erishish uchun balchiqdagi qurvoqani o'pishga majbur bo'ladi. Fiona Shrek xotini. Chiroyli Fiona xon Shrekka oshiq bo'lib, mag'lub bo'lib ketishga rozi bo'ladi. Like bossing. Mana bo'ydoq yigitlar sabzi olib kelishyapti. Sababini bilasiz albatta. Og'ayni, siz nega oshqovoq ham qo'shib oldingiz? Ha, endi bizniki ikkinchi marta-da. Ha, tushunarli. Nega? Hamma aytdim shu atravleniya bo'lganim-ki. Da, bu hafta atravleniya hafta bo'ldi ular. Borini aytdim-da, nima-ki? Mendan tashqari 2 ta odam atravleniya bo'lgan yana. Hamza Chapanovning raqibi и bizda Islom Baltayev degan kamarga o'xshaydigan bola bor. U ham atravleniya bo'ldi. Ikkalasi atmen bo'ldi. Endi bilmayman, gumon iymondan ayiradi-ku. Nu bitta men urishdim. Balaga qo'ygan ham men bo'ldim. Nu Xudoyim qarab turibdi-ku. Bitta yaxshi tarafidan beradi aka. Atmen qilmadik-ku. Biletga kuymang dedim-da. O'zbekiston bo'yicha chiroyli bolalar ishtirok to'lash bo'lganda, uni ishtirok bilan ketadi. Mashalloh. Turkiyaga kelib qo'latib, uy tozalab, birovga qarab yurgancha ering tayog'ini yeb o'tirmaysanmi? Ajrashmay o'l. Mana bu ishlarda qilib ishlab o'lib ketasan. Undan ko'ra ering bilan maza qilib yashamaysanmi? Tayog'ini yesang ham noningni olib kelib beradi, ovqatingni qilib beradi. Produktingni olib kelib o'l. Yerda ajramay. Ham ersiz qolasan, ham butun umr ishlab o'tasan. Undan ko'ra tayoqni yeb yurmaysanmi? Voy jonim, bir umr ish o'tmaydi. Voy, yiqilib o'lib qolsam hech kim bilmaydi. Voy Allohim. Mardivandan nima qilyapsan?